Maalesef. Hayırlı akşam, muhterem mehmonlar, xonimlar va janoblar. Ko'rkam go'zal koshona Amir bazmgohida siz azizlarimiz bilan ko'rishib turganimizdan benihoya shod va mamnunmiz aziz mehmonlar. O'tib borayotgan daqiqalar yoshlarimizning unutilmas oqshomlarini qarshi olish arafasidamiz azizlar. Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, гости прекрасного жемчужного города Самарканда. Друзья, родные и близкие, мы очень рады вас видеть в такой прекрасный день, в этот прекрасный, грандиозный праздник в жизни этой семьи. Сегодня день рождения новой семьи, день бракосочетания двух влюбленных сердец. Но прямо сейчас наступили долгожданные моменты нашего праздника. Aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar, keyingi ikkovlarimiz qadam ranjida qilmoqdalar. Sizlardan iltimos qilamiz, ularni munosib ravishda barchalaringiz o'rinlaringizdan tik turgan holatda davomiy guldiroz qarsaklaringiz ostida kelin ikkovlarimizni taklif qilsak. Друзья, встречаем жених и невеста Алиджон Rubina qadam ranjida, marhamat azizlarim. Турецкий беседе. Для нас сюрпризно. Притом механик. Go'zallik uy qo'shiqlari yangradi. Xolajonimiz, sohajonimiz o'zlarini hayajonimga mana shu go'zal kunlar uchun, chiroyli hayot uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman va bitta narsani bilishlarini xohlardim. Men faxrlanaman shunaqa insonlarning farzandi bo'lib dunyoga kelganim uchun. Umrim mobaynida hali biror kishini ota-onasiga havasim kelgan emas. Qani edi mana dadajonim bilan ayajonim shunaqa insonlar bo'lsa edilar deb orzu qilmadim. Chunki dadam va ayamdagi oliyjanob, mehnatsevar, farzandlar uchun jonni ayamaydigan insonlarni ko'rdim.
aylasin. Naqadar shirin bo'lmasin. Aziz kelin-kuyovlar, hayotlaringiz bundan